Akalar, prava umuman talab qilinmaydigan yana bir skuterimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu 16 ballon bo'ladi. Mana o'zini yumshoq ballonlarida bonusida mana bunday sakka diskalari ham bor akalar. Jitki tormozdan iborat, ya'ni oldi tarafi, orqa tarafi tros tormozli bo'ladi. Oldi taraflari mana bu holatda. O'sha qo'sh paralikni akasi desak ham bo'ladi. Xo'p, o'zini komplektida bokovoy zaryadchiga bo'ladi, bonusida diskasi bo'ladi akalar. Mana bunday holatda. Xo'p, buni motor quvvatlari 250 vatt, tezliklari tabloda ham 25 ko'rsatkichda ko'rsatadi. Asl tezligi ham 25 tezlikka zo'rg'a ko'tarila oladi akalar. Bunga hech qanday prava talab qilinmaydi. Hozir mana ko'rsatamiz. Birinchi skoroskda yonib turibdi skuterimiz. Mana agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana 25 tezlikdan oshgani yo'q. Ikkinchi skoroskga ham o'zgartiramiz. 2 da ham 25 va 3 ga ham o'zgartiramiz. 25 tezlikdan oshgani yo'q. Birinchi skoroskga qo'yib, ballon aylanishini o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lsanglar bo'ladi mana. Endi ikkinchi skoroskga olamiz. Tezlikda o'zgarish yo'q. Uchinchi skoroskga olamiz. Bunda ham o'zgarish yo'q akalar. Bundan ko'rinib turibdiki, bu skuterlarimiz 25 tezlikdan oshmaydi. Motor quvvati 250 vatt. Mana qo'rqmasdan haydab yursanglar bo'ladi. Hech qanday prava talab qilinmaydi akalar. Bittadan ikkita amortizatoriga ega, oyoq tiyagichlari bu yerda bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik bitta zaryadida 45-55 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tsa bo'ladi. Mana yonbosh oyoq qo'ygichlari ham bor akalar. Bu yerlari ochilib yopiladi. Xo'p, kalit mejigar punktlari bor mana. Xuddi shunday holatda bokovoyni aytib o'tib ketdik. Hop, signal, поворот. Yonadi. Va bu yerda ko'rsanglar mana diod bo'lib yonyapti. Chiroqlari va mana faralar. Xuddi shunday holatda akalar. Mana kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Buni o'zimiz tushunishimiz uchun robotkalar deb nomlab olganmiz. Xohlasanglar mana yumshoq ballonida yurasizlar, xohlasanglar sakka diskasini taqib olasizlar. Buni hop aksiyada aslicha qimmatrog'ida obunachilarimiz uchun $390 dan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, faqat dastavkasi pullik bo'ladi. Hop, joylashgan joyingizga qarab. Ana endi xohlovchilar uchun mana bunday skuterlarimizdan bor. Benzinli xohlaganlarga tank modeli bor mana, 150 kubalik. Hop, o'sha 90-100 tezlikka ko'tarilsa bo'ladi. Hop, bularimizni narxini $1100 kamaytirib beramiz. 100 kilometrga 3,5-4 litr benzin rasxod qiladi. Ancha bahaybat skuterlarni. Tablo ko'rinishlari shunday. Aytib o'tdik, tezligi 90 tezlikda bemalol haydab ketsangiz bo'ladi. Endi mana qo'sh faralik modelimiz dugalik variantlari, motor quvvatlari 250 vatt, 5 ta akkumulyatorlik, 45-55 km yuradi. 16 ballon sakka diskalik tablolarini ko'rsatib o'tamiz. Komplektida bokovoy zaryadchiga, bonusida kaska jiletlari bor. Buni aksiyaga qo'yganmiz, $380 dan chiqarib beramiz. Mana bu o'zini qo'llanmasi desak bo'laveradi. Endi yumshoq model so'raganlar uchun tank modellarimiz LED chiroqli bo'ladi. 5 ta akkumulyatorlik, 45-55 masofa yuradi. Xo'p, tezliklari 45 tezlikka ko'tarila oladi. 250 motor bilan jihozlangan. Hop, buni narxini $360 dan chiqarib beramiz. 16 ballon sakka diskalik cho'ntak modelimiz 5 ta akkumulyatorli bo'ladi. Vaqtida trendga chiqqan bu modelimiz ham. Hop, bu ham hozir aksiyada $350 dan chiqarib beramiz akalar. Hop, tezligi 45 tezlikka ko'tarila oladi. Motor quvvatlari 250 vatt motor bilan jihozlangan. Mana komplektida bor, kaska jiletlari ham bor bonusiga. Cho'ntak model 4 ta akkumulyatorlik. Buni motor quvvati 250 vatt bo'ladi. Tezligi 25 ko'rsatkichdan oshmaydigani $260. Hop, tezligi 40-45 ga chiqadiganini $250 qilib aksiya bahosida chiqarib qo'yganmiz. Cho'ntak modelimizni aloqaga chiqarasizlar. Xohlovchilarga 3 oyoqli modellarimiz barcha turidan bor. Hop, bu 6 ta akkumulyatorlik yangilik varianti bo'ladi, o'sha kuchlilaridan. Buni hop $570 ga chiqarib beramiz.
Sidinasi oldi orqaga suriladi. Bu yerdan bitta sidina, bu yerdan yosh bolaga sidina ham ochiladi. Orqasidan korzinkasi chiqib keladi. Xohlovchilarga orqasida ikkita o'rindiqlik ham aravaga aylanadigan bo'ladi. Ularning $700 bor, $750, $850. Sizlarning xohishingizga qarab tanlasanglar, narxlari o'zgarib boradi. Xohlasanglar, tepasi yopiq variantlari bor. Ularda $900 dan chiqarib beramiz. Orqada ikkita odam o'tiradi, oldiga ham oldida bitta odam o'tirib haydab ketsa bo'ladi. Tentlari ham bo'ladi akalar. Mana xohlovchilarga velosipedli variant 28 ballon, motor quvvati 250 vatt bo'ladi. Tezligi o'zini pustoy ballonda aylantirsanglar 29-30 ga ko'tariladi. Odam bilan 25-26 tezlikka zo'rg'a ko'tarila oladi. Bitta zaryadida 30 km masofani bosib o'tsanglar bo'ladi. Bu modelimizni 4.400 ga chiqarib beramiz. Mana akkumulyatorlari bu yerda joylashgan bo'ladi. Mana bu holatda juda qulay. Xuddi o'sha germanskiy veliklarga o'xshab ketadi. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Velosipedli turlarimiz ham juda ham ko'p. Xo'p, skratlarimizda bor. Aytsanglar, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Faqat dastavkalarimiz pullik bo'ladi, akalar. Mana. Manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon shahrida joylashgan. Orientir. Xo'p, mana Kalsovoy, ya'ni Gaidan bozor tarafga kelsanglar, stadionning yonida svetofor joylashgan. Svetofordan o'ng qo'lga yurasizlar, ya'ni bozor tarafga yurganinglarda Angel muzqaymoqlari joylashgan. O'shani ro'parasida bizning do'kon bor. Mana yonimizda motoservis deb yozib qo'yilgan. Mana do'kon. Kelaverasizlar, xohlasanglar dastavka qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Xuddi shunday prava so'raladigan yoki prava so'ralmaydigan skuter qidirayotgan tanishinglar bo'lsa, bu videoni ulashib, videomiz foydali bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'ling.